4 ta Cobalt puliga ushbu traktorni xarid qilgan bo'larmidingiz? Life is this. I like this. FM World 1604 traktori Xitoyda ishlab chiqarilgan 160 ot kuchga ega Yuchay motor 6 Porschedan iborat. Ushbu traktorimizda haydovchi uchun barcha qulayliklar mavjud. Isitish va sovutish uskunalari, orqa kamera va audio sistemadan tashkil topgan. Yoqilg'i baki 300 litrni tashkil qiladi. Hamda balonimizda qo'shimcha 45 kilodan 3 ta tosh qo'shilgan. Bu esa traktorni harakatlanishda yordam beradi. Orqa tarafda naveska qismida yukni 3,5 tonnadan 4 tonnagacha bemalol ko'tara oladi. Ushbu traktorimiz narxi 560 million bo'lib, Radius Agrotech kompaniyasidan xarid qilishingiz mumkin. Pastda nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqing. Sonlari cheklangan.